Azizlar, taqvim sahifasida aytib o'tganimizdek, bugun xalqaro ko'zoynak taqadigan insonlar kuni ekan va bu kunni o'tkazilishidan asosiy maqsad ko'zni profilaktikasi, ya'ni ko'z kasalliklarini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi haqida albatta o'ylashimiz va o'z vaqtida shifokor ko'rigidan o'tib turishimiz darkor. Va hozirgi lavhamiz ham menimcha sizga juda foydali bo'ladi, chunki hozirgi lavhada ko'z shifokori tavsiyalarini eshitamiz birgalikda. Aynan mana shu gadjetlar bugungi kunda vaqtimizni ko'p olib qo'yayotgan zamonda bolajonlarimiz, nafaqat bolajonlar, balki kattalar ham aynan bu qo'l telefonlari bilan muomalada bo'lish soatlari ko'payib boryapti. Bu esa o'z-o'zidan ko'zlarimizga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Marhamat, birgalikda shifokor maslahat va tavsiyalariga quloq tutamiz. Ana undan keyin esa mehmon san'atkorimizni studiyaga taklif etamiz. Marhamat. Aslida to'g'ri tanlangan ko'zoynaklar insonga qo'shimcha qiyofa, obraz shakllantiradi. Hozir men sizlarga ko'zoynak qanday turlari borligi haqida tushuntirib beraman. Ko'zoynaklar o'zi aslida ikki turga bo'linadi. Ko'zni ko'rish qobiliyatini tiklovchi, saqlab turuvchi ko'zoynaklar va ko'zni tashqi ta'sirlardan, quyoshning ultraviyoleta nurlaridan himoya qiluvchi ko'zoynaklarga bo'linadi. Ko'z klinikalarida ko'rish qobiliyatini zamonaviy texnologiyalar natijasida tekshirish, ya'ni uning ko'zda uzoqda, yaqinda ko'rish darajasini aniq ifodalab beruvchi apparatlar natijasida aniqlanadi. Ko'zning ko'rish qobiliyatini aniqlaganimizdan so'ng, unga mos ravishda bemorga ko'zoynakka oprava tanlanadi, ya'ni tashqi ko'rinishga qolip beriladi. Qoliplar ham har xil ko'zni ko'rish qobiliyatiga mos ravishda har xil razmerda bo'lishi mumkin. Bu har bir ko'rish qobiliyatiga mos ravishda mutaxassis yordamida tanlab beriladi. Shunday bemorlarimiz bo'ladiki, ularda tug'ma ko'rish qobiliyati pastligi hisobiga ularga har doim ko'zoynak kerak bo'ladi. Ya'ni biz shifokorlar ularga tavsiya beramiz, har 6 oyda o'zlarining ko'rish qobiliyatlarini tekshirtirib, ko'z klinikalarimizda ularga mos ko'zoynaklar taqdim etilib turishi shart hisoblanadi. Shu o'rinda ota-onalarga quyidagicha tavsiya bergan bo'lardim. Bolalaringizni har doim 5 yoshidan ko'rish qobiliyatini tekshirtirib turishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. O'z vaqtida olib borilmagan tekshiruv natijalari uzoq muddatli davo muolajalarini talab qiladi. Siz 40 yoshdan oshgansiz va siz kitob o'qishni yaxshi ko'rasiz. Shifokor oftalmolog sifatida sizga maslahatim, kitob mutolaa vaqtida albatta ko'zoynakdan foydalaning.